AFP oqsiliga qon tekshirish ertalab och qoringa homilador ayollardan qon olinadi. Bunda qon topshirgandan so'ng qondagi AFP miqdori yuqori chiqishi mumkin, AFP miqdori normadan past chiqishi mumkin. Endi normada AFP miqdori 1 haftadan to 11 haftagacha bo'lgan homiladorlarda, ya'ni 1, 2, 3 to 11 haftagacha bo'lgan homiladorlarda, chaqaloqlarda ishlab chiqarilgan AFP miqdori ona organizmidan, onani vena qon tomiridan olinib tekshiriladi. Normada 15 nanogram millilitrda hisoblanadi. Bu degani 15 gacha bo'ladi. 1 haftadan 15 haftagacha. Endi 12 haftadan 15 haftagacha mana shu 15 nanogram millilitr miqdori 15 dan 60 nanogram millilitrgacha ko'tariladi. Shundan so'ng 14, 15, 16 haftadan to 32 haftagacha maksimal darajada ko'tarilib, miqdori 250 nanogram millilitrgacha ko'tariladi. Savol: shu aniqlandi, skrining paytida shubhali holatlar bo'ldi, bemorlarimiz, homilador ayollarimiz qon topshirdi. Endi buni miqdori yuqori chiqsa qanday kasalliklar haqida fikr yuritish mumkin? Past chiqsa qaysi kasalliklar haqida xulosa berishimiz kerak? Homiladorlikda AFPning normadan yuqori chiqishi nimani bildiradi? AFPning normada yuqori chiqishi homiladorlarda birinchi chaqaloq nerv naychasida, ya'ni nerv sistemasining rivojlanish nuqsonini bildiradi. Bu bosh miya, orqa miya bilan bog'liq bo'lgan nuqsonlar. Orqa miyaning rivojlanishida, orqa miyani tizimchasida nuqson bo'lib, grija deb ataladigan, bizni meditsina tilida spina bifida deb ataladigan nuqsonlar juda ko'p uchraydi. Mana shu beldagi chaqaloqni belida bel umurtqalarini to'liq bitmasligi spina bifida rivojlanishini oldindan aniqlash usuli hisoblanadi. Ya'ni oldindan ma'lumot olinadi. Ikkinchi, egizak homiladorlikda ham AFPning miqdori ortadi. Bu yaxshi belgi. AFPning ortishi egizaklikni bildiradi. Egizaklar yana bir uzvida ham aniq tekshiriladi. Bu AFPning miqdori normadan yuqori bo'lgandagi aniqlanadigan nuqsonlar. Ya'ni asosan chaqaloqning nerv sistemasining rivojlanishi bosh miya, orqa miya bilan bo'ladigan o'zgarishlarni bildiradi. Endi normada o'sha chaqaloqning muddatiga qarab AFPning past chiqishi qaysi kasalliklardan darak beradi? AFPning past chiqishi har safar aytganimizdek aqli zaiflik bilan tug'iladigan Down sindromi va Edwards sindromlaridan dalolat beradi. Ya'ni mana shu holatlarda AFPning miqdori normadan past chiqsa, bu rivojlanayotgan chaqaloqda aqli zaiflik tug'ilishini bildiradi. Shuning uchun skrining tekshiruvida ultratovush tekshiruvi bilan birga albatta birinchi trimestrda HGC, PAP-A testlari qilinsa,
ikkinchi trimestrda AFP oqsili va estriol gormoniga tekshiriladi. Mana shu hozirgi aytib o'tgan AFPning normada bo'lishi, chaqaloqlarda homiladorlikda bo'lishi haqidagi ma'ruzamiz edi. Keyingi ma'ruzamiz homiladorlikning ikkinchi trimestrida aniqlanishi kerak bo'lgan gormon haqida gap boradi. U gormon estriol deb nomlanadi. Keyingi ma'ruzalarimizda estriol gormoni haqida va skriningning 3-trimestrida tekshiriladigan tekshiruvlar haqida ma'ruzalarimizni davom ettiramiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Ma'ruzalarimizni tinglashda davom etinglar.